Juda ko'pchilik 3 xonali birinchi qavatdan so'rashadi. Sizga ajoyib va zo'r narxida zo'riy taklif qilmoqchiman. Manzilimiz Yunusobod 16-kvartal, liniya metro, stansiya Turkiston metroni yonida desam ham bo'ladi. Bu uyimizda bizda 74 kvadrat ulug'chining xonalari, sanuzyullari alohida, balkoni ham 2 ga 6. Uy egalari 83 ming $80 so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylarimiz bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Uyimizda ba'zi narsalar qolinadi, ba'zi narsalarni olib ketiladi. Kelib ko'rib, tepasida so'dalashib, kelishib olaverasiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimizda kattagina bizda to'rtburchak prixoshkamiz mavjud. Stroyniy prixoshka mebelimiz albatta qoladi. Bu tarafimiz dekorativniy oynadan qilishgan, o'zingizga qarab chiqib yuraverasiz. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda birinchi detskiy xonamiz bo'ladi. Old orqa reshotka, elektrika, santexnika, montajkalari hammasi yangilangan, faizli, toza uy. Ikkinchi xonamiz bu spalniy bo'ladi. Bu spalniyimiz bu planirovkada nimasi yaxshi? Xonalari katta-katta bo'ladi. 320 ga 520. Va uchinchi xonamiz esa bizda asosiy mehmonxona. Gostivoy. Mana. Abo'ylari zo'r. Karniz, patolog, oppoqqina, top-toza, ozoda bo'lib turibdi. Keling, davom ettiradigan bo'lsak, hammom tualetlarimiz bizda alohida, kafelar yaxshi holatda turibdi, hojatxona va bu yog'imiz esa bizda hammomimiz. Oshxonaga kirishimiz bilan bizani uzungina stroyniy kuxona garnituri kutib oladi. Xolodilnik kiritilgan, kir mashina kiritilgan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana aytganimdek, santexnika trubalar almashgan, biometall, yengil отопительный sistemalar o'rnatilgan. Va bu tarafda mehkiy mebel uголок, bemalol bu yoqda oilaviy завтрак обед ужин qilsangiz bo'ladi. Oldi огород, orqa огород reshotkalari mavjud. Narxiga juda ham arziydi. Telefon raqamlarini ham qoldirib, tezda aloqaga chiqaverasiz.